Assalomu alaykum. Bugun oddiy primoy ko'ylakka o'lchov olishni o'rganamiz. Birinchi har doim bo'y olamiz. Bo'yimiz yelkadan hamma xohishiga qarab, uzun kaltaligiga qarab olamiz. Yelkadan o'sha xohlagan joyigacha uzungacha, tizzagacha bo'lishi mumkin, tizza past bo'lishi mumkin, o'lchashimiz mumkin. Men o'zim razmerimni yozdim. Mani razmerim 48-razmer, ya'ni L ga. Bo'yim bo'ldi 110 santimetr bo'ldi. Yelkamni o'lchayman. Bo'yim qismida o'zini nuqtasi bor. Nuqtadan yelka suyagigacha o'lchov olaman. Ya'ni bo'ldi 10 santimetr bo'ldi. Yelkadan ko'krakgacha, uchinchisi yelkadan ko'krakgacha o'lchovimiz. Ya'ni yelka mana bu nuqtamizdan mana bu yergacha o'lchov olaman. 28 chiqdi. 28 santimetr. Yelkadan belgacha, mana yelkadan endi belgacha bu belni topishimiz uchun boyagi mijozimizda qo'lini belga qo'yishini so'raymiz. Ya'ni katta barmog'i mana bu yerga tushadi. Birdan shu 42 deb o'lchov olamiz. Ko'krak aylanasi, ya'ni ko'krakni общий aylanasi. 96 bo'ldi. Keyin bel aylanasi. Bu yerda общий aylanasi bu ham 80 santimetr. Son aylanasi, ya'ni biyodra deydi. Biyodrasi 110 santimetr. Oldi koketkasi 36, ya'ni mana bu yerdan mana bu yergacha o'lchanadi. 36. Orqadan o'lchash ham shart emas, chunki orqa oldiga nisbatan 2 santimetr katta bo'ladi. Oldi ochilishi. Mana bu nuqtamizdan mana bu yergacha o'lchov olamiz. 17 santimetr mana. Yeng uzunligi. Yengimiz suyakdan, yengimiz agar uzun bo'lsa, qo'limizni buklashini so'raymiz. Mamnun bo'ladi qo'lni olib kelgan paytda. 60 bo'ldi. 60 santimetr. Keyin center deb yozganimiz ko'krakning bir uchidan ikkinchi uchigacha bo'lgan oralig'ini o'lchaymiz. 18 santimetr bo'ldi. Men bu usul endi mijozlarga masalan o'lchash uchun bularni hammasini yozib o'tirmayman. Eng osoni menga mana bunday qilib chizib olaman. Bel bo'lsa men bu yerga bo'yim bo'layotgan bo'lsa, men bu yerga bo'y qilib yozaman. 110. Oson bo'lish uchun yelkam bo'layotgan bo'lsa, mijozimning yelkasi bo'layotgan bo'lsa, birdan yelkaga 10 qo'yib ketaman. Yelkadan ko'krakgacha, ya'ni yelkadan ko'krakning uchigacha bo'lsa, men 28 mana birga yozib ketaman. Yelkadan belgacha bo'layotgan bo'lsa, 42 mana birga yozaman. Keyin ko'krak aylanasini esa 96 bo'lsa, mana birga yozaman. Aylanasini bu tomonga yozaman. Yelkadan belgacha, ko'krakgacha bo'layotgan bo'lsa, bu tomonga yozaman. Ya'ni belimizda aylanasi 80 ekan. Endi son aylanamizni men birga yozib olaman. 110 bo'ldi. Oldi koketka enini men daftarimni bu yerga yozaman. 36, 38 yozaman. Mana bu yerdan bu yergacha ikki qo'ltiq oldilarini o'lchab olaman. Oralig'ini o'lchab olaman. 36 chiqadi. Aytganimdek, har doim orqa kengligimiz 2 santimetr katta bo'ladi oldiga nisbatan. Keyin
bu orqa bilan oldi kengligim bo'ldi. Oldim ochilishi bo'layotgan bo'lsa, oldi ochilishi bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerda mana bu yerga bo'lsa, mana bu yerga men 17 deb yozaman. Yengi bo'layotgan bo'lsa, 60 mana bu yerga yozaman. Keyin mijozlarimizda yengi tor bo'lishi mumkin yoki keng bo'lishi mumkin. Masalan, qo'lini uchi bo'layotgan bo'lsa yoki to'laroq klientlarimiz bo'lsa, mana bu yeri 40 bo'lishi mumkin. 40 yozishimiz mumkin. Bu yoqqa torroq bo'lsa, 22 yozishimiz mumkin. Sentr bo'lsa, sentr hammaga ham bir xil 18. Mana bugungi olmoqchi bo'lgan razmerlarimiz. Siz ham o'rganing. Keyingi safar shu razmerlarda primoy ko'ylak bichishda ko'rsatib beraman.